tegmasin, yiqilib tushsang oyog'ing sinib qolmasin deb bu bolalarni ehtiyot qilish qanaqa darajada noto'g'ri-yu bu. Yo'q, bu o'zida talant, o'zida mehnat bo'lishi kerak deb o'ylayman. Andijon O'zbekiston! Bobur Professional haqiqiy sportni yomadi. 26 yoshimda boshlaganman, noldan. Bobur aka ekan, bitta chapdan yedim, o'shandan keyin ko'zim ochildi. Bolalarga opryutlitni olishligini so'raydim. Taniqli bo'lish emas, sevimli bo'lishni tanlaylar. 10 ta odam sizlarni hurmat qilib privet qilsin, sen millionta odam tanib, bir tinga qimmat bu bola, 40 bola deb o'tib ketgandan ko'ra-da. O'g'liga charchamayapsizmi? Rahmat aka. Oxirgi bo'yingizni ko'rdik aka, xursand bo'ldik. Yaxshi bo'ldi. Uxladi. Haligacha ham uxlayapti ekan. Tezroq uyg'onishini tarafdorimiz aka, yaxshi uyg'onsin, yaxshi hayotga to'g'ri hayotga qaytsin. Tabriklaymiz aka, davomli bo'lsin. Har doim mana shunaqa shohsupa deydimi? Ana birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rin deydigan o'sha shohsupani aka, baland joylarda turing har doim. Erishadamiz xudo xolasa. O'sha u bo'yidan oldin aloqaga chiqdim, siz bilan gaplashuvdik. Mana shu taklif bilan aka, taklifimizni yo'q demasdan kelganingizga, vaqt ajratganingizga aka, rahmat, xursand bo'ldik Abdushiy bunga. Hozirgi kunda ko'ryapmiz jamiyatimizda yoshlarni to'g'ri yo'lda yurganlar ham yo'q emas, ko'p. Shu qatorida noto'g'ri hayot kechirayotganlar, sportdan, to'g'ri hayot turmush tarzidan uzoqda yurganlar juda ham ko'p. O'shanga men sizni sportsmen sifatida fikringiz emas, o'sha hammamiz avvalambor oddiy insonmiz aka. O'sha insoniy taraflama sport sizga hayotingizda qanaqa o'zgarishlar, qanaqa yutuqlarga erishishingizga sabab bo'ldi va sport bolalarga bu plusmi, minusmi aka siz nazaringizda qaraganda? Sport, конечно, doim plyus olib kelgan. Ko'p narsalar o'tadi-da, nega? Qiyinchiliklar, yo bu yo, короче. Yo'qchilik, yo bu yo, har xil yo'llar. Xudoga shukr hozir. Yaxshi aka. Shu hozirgi kunga kelgan natijalaringizga, ya'ni ko'pida sportga aloqasi bor. Hammasida menimcha. Shu siz oldingizda o'tirishimga sport daxli bor aka. Hozir faqat sport olib bo'lgan hamma narsani. Sizga havas qiladiganlar, o'sha sizga taqlid qilib, fanat bo'lib, men ham shu Bobur akamga o'xshagan sportsmen bo'ling, men ham shularga o'xshagan natijalarga erishiy degan bolalarga qanaqa maslahatlar bera olasiz aka? Maslahat emas, o'zimning hayotimda o'tgan narsa, shunday ko'p disiplina bilan to'xtamash kerak-da. O'zimni boshimda o'tgan, ko'pchilikni ko'raman. Endi bilmayman, endi kim qanaqa. Boshida shu bitta ikkita yutkazib qo'ysa, yo bu yoq bo'lsa, sport tashlaveradi, yo boshqa narsa. Davom etish kerak-da. Menda boshida mana o'zi 10 ta parajenam bo'lsa, boshida ko'p yutqazganman. Boshida mana bunday qilsam bunday bo'ladi, bunday qilsam bunday qiladi degan odam bo'lmaganda boshida menga. Achchiq ushlasam bo'ldi, bu ham odam tuqqan. U narsa to'g'ri kelmaydigan. Endi sekin-sekin уже sport ichiga kirib, sportni hayotimiz sport bilan bo'lib ketdi уже. Katta tursa va uxlasam, sport bo'lib ketdi. To'xtatmash kerakmi deyman aka. Uni gapiga, buni gapiga quloq solib, hamma har bitta bo'ladi, yo'qchilik bo'ladi, yoshlikda bo'ladi, sport payti 20-22 yoshda yo'qchilik bo'ladi. Tirikchilik qilsammi yo sport qilsammi? O'g'il bo'ladi, har bitta bo'ladi o'zi aka. Uydan nechib ketgan, sumkani osib ketayotganda aka, uydan ro'zg'orda yo bu yoq bo'lsa, bo'ldi, sport yig'ishtiraman, tirikchilik qilish kerak, uyda qilish kerak, yo bu yoq. Alloh beraman desa hech gap emas ekanda. Biz sizmiz rizqimizni beradigan Alloh bandasimiz. O'zini sevgan narsani davom ettirish kerak ekanda. G'alaba bo'ladimi, mag'lubiyat bo'ladimi, ya'ni sportni yig'ishtirib qo'yish kerakmi? Sevdimi shu narsani, o'zingiz yoqtirgan narsasini to'xtatmash kerak-da. Boshida bo'lishi mumkin, masalan, boshida parajenalar yutkazishlar bo'ladi, to'g'ri. Shu payt oldindan dadam oldimda bo'lganligi uchun menga eng katta motivatsiya bu sport dadamda. Yutkazib qo'yganimda ham, ko'p yutkazib qo'yganimda ham, hali yutasan, hali kunlar keladi, hali ko'rasan o'g'lim. Hamma narsa bo'ladi degan, Xudoga shukr, shu kunlarga yetib keldim. Jayin zo'r emas u, UFC darajasi emas u, lekin Xudoga shukr, bu sport orqasidan mashina, uy,
Bundan ham katta yutuqlarga erishishingiz tarafdorimiz aka. Shu tabiiyki bilamiz o'sha sportchilarni, o'sha media sohasidagi o'sha media faollari deb olaylik. Sizni ham Instagramda ancha yo'nalishlaringiz bor. O'sha O'zbekistonda ko'pchilik sizni sportsmen deb taniydi, yaxshi taniydi, yaqindan taniydi. O'shanga sizni o'sha tanishlaringiz yoki o'sha birga shug'ullanadigan bolalaringiz ichida shunaqa bo'lganmi? Yomon hayotdan o'zi noto'g'ri yo'lda yurib, sportga kirib, hayoti yaxshilanib ketgan yoki sportda yurib, sportdan chiqib, noto'g'ri yo'llarga kirib, hayoti buzilib ketgan insonlarning ham guvohi bo'lganmisiz aka? bo'lgan. O'zimdan bo'lgan. O'zimdan aytib beraman. Birovlarga gapirish haqqim yo'q. Просто o'zimdan bo'lgan. Siz sportda to'xtatib, orada bir aytdim boshida hozir mana uydan chiqargan so'mkani ko'tarib ketayotganingizda uyda birorta bu yoq. Cho'ntakda bir so'm pul yo'q. Yo'l kerak dash zalga borgani. Shunday kunlar o'zimda bo'lgan, masalan, yo'qchilikdan вообще oxiriga kerak tahsillik qilib yo'q. O'zim ichkilikka ichishga berilib ketganman, chekishga berilib ketganman shu oldinlarda. O'zim men o'ylayman shu yomon kunimdan shu sport tanlab yana bu. Shu 5 yil, 6 yil yog'ida gap. To'g'ri aka, erkak kishimiz, Hozir 32 yoshdaman hozir aka. 20 qancha bo'ladi? 27mi, 26mi? Shunaqa yoshimdan boshlaydi. Bu professional sport 26 yoshimdan boshlaganman-da. Orada 7-8 yil to'xtab, shu 7-8 yil ichida ichib chekib, короче, polniy hamma narsa bo'lgan. Demoqchiman, hozir ko'pchilik menga yozadi, yoshim 21da, yoshim 25da, yoshim 18da. Men boshlasam bo'laveradimi? Men ulguymanmi, uspet qilamanmi deydigan bolalarga shu maqsad qo'ydimmi, professional tayinlanib qilish kerak deb o'ylayman aka. Masalan, mana men o'zim mana 26 yoshimdan boshlaganman-da, professional haqiqiy sportni yo'madi. 26 yoshimdan boshlaganman, noldan. U qilsa bo'lar ekan-da. Ya'ni hech qachon kechmas. Erkak kishi sel qo'ydimi, oldiga maqsad qo'ydimi, harakatdan to'xtash kerak emas. Rahmat aka fikrlaringiz uchun. Shu aytib o'tdingiz, erkak kishini boshida har xil yaxshi kunlar, yomon kunlar, kimgadir sinov bo'lib keladi, kimgadir uni qanaqadir hayotiy saboqlar orttirish uchun unaqa kunlar bo'ladi. Hammamizning ham boshimizda unaqa og'ir kunlar o'tgan aka. Xudo xolisa unaqa kunlar boshqa qaytarilmasligini Xudodan so'rab, to'g'ri yo'lda harakat qilishda davom etamiz. O'sha yoshlarga ham men aytmoqchi bo'lgan gapim aka, ko'p bolalar kimga qarab taqlid qilayotganini, kimga havas qilib, qaysi yo'lga qarab ketayotganini bilmay qolayotgan zamonda yashayapmiz-da aka. Kimga qarab tahlil degan zamon, misol uchun qarayman-da, bizda o'zimiz sohamda, boshqa sohaga aralashmayman. O'zimiz sohamda men misol uchun chista o'zingizdan ko'rasiz internetda. Chista zo'r ushadigan bolalarga prosmotrga qarasangiz, podpischga qarasangiz ozda. Hyperfight qilayotgan bu bolalarga endi mana deyishim shart emas, o'zi eshitib biladi, qolganlarni tushunadi o'zi. Ularga ko'rsangiz million prosmotrda. Million prosmotr. Odam hozirgi yoshlar shu mashaqqatga ketib olyapti-da, hammasi. Ya'ni jiddiyroq maqsad qo'yib harakat qilishdan ko'ra shoumenlarni qo'llab-quvvatlashlik bilan. Shunday bo'lyapti-da. Ular yo'qotish kerak-da. Ildizni yo'q qilib kerak bular вообще. To'g'risi men qarshiman. Hozir ko'p sohalar bir-biriga aralashib ketib qoldi-da yoki oldin sportsmenligini qilardi, ringda o'shardi. Aktyor aktyorligini qilardi, shoumenligini qilardi. Hozirgi kunda mana media degan soha chiqdi. Bu ham bitta kasb bo'lib qoldi, media ham chiqyapti. Xolasa boshqa ish qiladigan inson boshqa ishlarni qilib tashlayapti. O'shanda original kim, falshiviy kim, odamlarga sal ajratib olish sal qiyinroq bo'lyapti. Odamlar ko'proq masxarabozlar tortyapti-da aka, chiqib, haybat qilib masxarabozlardan yo'qotish kerak, to'g'risi. Yoshlar ham shunga qarab chiqyapti-da. Instagramda ko'rib o'tirsangiz, deb bo'lyapti-da. Shularga qarab o'syapti-da. Yoshlar ham biz ham o'zingizda mana yoshligingizda kimga qarab o'sgansiz, to'g'rimi? Biz yoshimizda bunaqa odamlar bo'lmagan. Ko'cha-ko'yda odamlar ko'rsa, kattalar o'tsa, misol uchun assalomu alaykum o'tinlardi. Hozir bemalol kichkina bolalar telefonda kattani katta demaydi, kichkinani kichkina demaydi. Bemalol ko'cha-ko'yda hozirgi kunda aka o'zim ham ko'zlarim bilan ko'rgansiz aka, bemalol qizlar ham sigaret chekib o'tib ketyapti yoningizda bemalol. Bilmayman endi shu 5 yil 10 yil ichida Amerika olib ketami deyman aka. Shu aka bizani ham o'ylantirayotgan o'sha dolzarb muammolardan bittasi jamiyatda kelajakdagi o'rni desak ham bo'ladi yoki jamiyat saviyasi desak ham bo'ladi. Yosh bolalar
o'zini aql darajasidan kelib chiqib emas, mana shu internetda ko'p foydalanganidanmi, shu Instagramda har xil reelslar ko'rganidanmi, xotiralar juda past, ong past, nima deyotganini ko'pchilik o'zi bilmaydi. Kimga qarab, qayerga qarab ketayotganini o'zi bilmaydi. Shu uchun aka mana ko'ryapsiz, bizada sponsorskiy yoki reklama degan narsani o'zi yo'q. Biza o'sha shoumenlarga o'xshab qanaqadir million prosmotr uchun jinniliklar qilib, aka unaqa hayp-mayplarga yo'qmiz. Oddiy sizga o'xshagan, biza ham oddiy oiladan chiqqan rabachaga Xudoga ishonib, mehnat qilib, harakat qilayotgan bolalardanmiz aka. O'shanga shu yoshdagi aytmoqchi bo'lgan gapim aka, mana masalan o'zingizni hozirgi kunda obro'yingiz, sportdagi o'rningiz bor insonlardansiz aka. O'shanga shu sizga taqlid qilayotgan, sizga o'xshashlikni harakat qilayotgan bolalar harakatdan to'xtamanglar. Mana bratandan ham mana o'zlaridan eshitdik, har xil og'ir kunlar o'tgan boshidan. Hamma odam o'zini boshidan qanaqa kunlar o'tganini o'zi biladi-da, lekin odamlar tezroq natijaga erishish xohlaydi. Men bolalarga nima demoqchiman? U lotereya, unaqa bittada ko'zingni ochsang ertalab $1,000,000 unaqa narsa yo'q. U uchun niyatni to'g'ri qilib, ota-onani duosini olib, selni to'g'ri qo'yib, maqsadga qarab harakat qilish kerak. Bu harakat o'zidan o'zi bo'lmaydi. Qadamma-qadam erishiladi hamma narsaga. 5-etajga chiqmoqchi bo'lgan odam bittada sakrab 5-etajaga chiqa olmaydi. Sekin zinadan bitta ko'tarilib chiqadi. Shu uchun u ko'tarilish paytida har xil yomon voqealar bo'lishi mumkin, poddershkalar to'xtab qolishi mumkin. Sizlar ahamiyat bermanglar, chunki sizlar boshlagan ishinglarni kimnidir layki uchun, kimnidir kommentariysi uchun boshlamadinglar. Selni to'g'ri qo'yinglar, maqsadinglarni unutmanglar. Yana o'sha gap, ota-onanglarning duosini olib, to'g'ri yo'lda bo'lsanglar, Xudo xolasa o'sha zo'r natijalarga erishasizlar sizlar ham. Aka, shu hozirgi kunda mana shu sportdagi yutuqlaringizga, hozirgi natijalaringizga ota-onani duosi qanaqa darajada rol o'ynaydi deb o'ylaysiz? Конечно, eng katta rol o'ynaydi aka. Shu ota-onam, dadam dadasi bor aka. Shular duosi bilan yuribman, shular duosi bilan chempion bo'ldim, shular duosi bilan mana Xudoga shukr ko'p joyga borsam hamma taniydi, Alloh yuzimni siqib qo'ygan. Borada qadriga yetish kerakmi deymanda. Hozir ko'ryapsiz, hozirgi kunda aka shu iflos internet deb bemalol bolalar ko'rib netib. Oldin bizda aka ota-onaga qarash yoki ko'ziga tik qarash dash bo'lardi aka. Hozir bemalol ota-onaga so'kinib netib urib dash uraveryapti ham yoshlar to'g'risida. Hozirga to'g'ri men dadamdan hayiqib turaman hozirga to'g'ri. Ba'zida qarayman, u yoqda telefonda dada deydi. Shuna hayron qolaman, u qanaqa bo'ldi. Hurmatsizlikni kimga ko'rsatib, hurmatni kimga ko'rsatishni bilmay qolyapti odam. Shunday bo'lyapti ko'chada akaxonlarga akam deydi, beganalar aka qo'ladi, dada qo'ladi bilan. Ota-onaga hurmat yo'q-da. Bu gapni men o'zi yoshman, bizga to'g'ri, noto'g'ri bo'lsa kerak bu gapga, biz o'zi yoshmiz o'zi, endi 32-33 kiryapmiz. Baribir ko'rganingiz gapirasiz-da. To'g'ri aka. Ko'ryapmiz, guvohi bo'lamiz. Bu o'sha internet degan narsa, media degan narsa chiqib ketdi. Men o'zim ko'zim bilan ko'rib guvohi bo'ldim aka. Bitta bola aytayapti, necha mingtadir like bosilsami, necha mingtadir kommentariy yozilsa, adamni uraman deganmi, adamni so'kamanmi deganda, bu qayerga qarab ketyapti bu bolalar aka? Kim bularni tarbiyalayapti? Bularni qanaqa qilib odam bu darajada, bu uje razillik deb oladigan bo'lsak, tubanlik deb oladigan bo'lsak, aka, odam begonaga sal nimadir masalan fizически kuchingiz yetsa ham joyi kelsa ko'z yumib ketadigan joylar bo'ladi. Moralni men buni sindirib tashlayman degan joyda ham insongarchiligimizdan kelib chiqib begonaga yomonlik qilmaydigan joylarimiz bo'ladi. Lekin odam ota-onasiga bunaqa qilishlik uchun hayvondan o'sha farqi qolmay ketyapti desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Yana o'sha yaxshi kontentlarni kuzatsangiz, o'sha siz aytayotgandek poddershkalar, o'sha kommentariy, like deymiz, juda ham kam bo'ladi-da. Lekin men o'sha otamni men nechtadir likedan keyin uraman deganini qarasangiz, o'sha salkam million prosmotr urib qo'ygan. Bolalar chiqyapti-da, endi qarayapti, men mana shunaqa narsa qilsam, men ham zvizda bo'lib ketar ekanman deyapti-da. U zvizdalik boshqa, hurmatli bir xalq ko'rib, "Молодец, gap yo'q, yaxshi bola ekansan" deb turib hurmatda bo'lishi boshqa-da. Bolalarga opryutillik qilib olishligini so'raydim. Taniqli bo'lish emas, sevimli bo'lishni tanlaylar. 10 ta odam sizlarni hurmat qilib privet qilsin, sen millionta odam tanib, bir tinga qimmat bu bola, isqirt bola deb o'tib ketgandan ko'ra-da. Yana million taniman-da. U unaqa bolalar to'g'ri aka, bitta jinnilik qilib tanilib olish
sizni qo'lingizdan kelmaydimi misol yoki mani qo'limdan kelmaydimi? Ular qilayotgan jinnilikdan 5 battarini qilish qo'limizdan keladida, lekin o'sha ota-onamiz bergan tarbiya, alhamdulillah, Xudoga ming qatla shukr, shu ota-onamizni hurmat qilishligimiz, ota-onamiz duosini olib yurganligimiz ko'pchilikni oldida ham yuzimizni yorug' qiladi, Xudo xolasa, o'sha Xudoni oldida ham har doim so'rab harakat qilamiz. Что unaqa noto'g'ri qadamlarga borib qo'ymaylik, noto'g'ri postupkalar qilib qo'ymaylik deb. Lekin o'sha yoshimiz 30 da duosiz men bu fikrga qisman qo'shilaman, qisman qo'shilmayman. Chunki 30 yosh degani agar umrimiz 60-70 yosh bo'ladi degan bo'lsak, o'sha yarim hayotni yashab qo'ydik deganida. O'sha bu degani hozirgi mana bu 18 yosh, 25 yosh oralig'idagi bolalarni gap so'zlarini eshitsangiz, siz bilan men adashmasam 20 yoshda ota-onamizni hajga yuborishni niyat qilib, o'shani harakatida tirikchiliklar qilib, har xil hayot sinovlarini boshdan o'tkazgan insonlarmiz-da. Hozirgi bolalarning qo'liga uydagilari $1000 telefon olib berib qo'yyapti, tagiga mashina olib berib qo'yyapti-da, lekin neblagodarnilikni qarasangiz, oxiri yo'q-da. Lacetti olib bersa menga Malibu olib bermading deyapti, iPhone 15 olib bersa menga iPhone 16 olib bermading deyapti. Bu tushunyapsizmi biza joyi kelsa bitta nonni bo'lishib yeb yurganmizda. Ukamiz bilan bu yashiradigan emas, hammani boshida og'ir kunlar bo'ladi. O'sha og'ir kunlarga sabr qilib qanaqa chiroyli chiqib ketilsa, Xudo unaqa yomon kunlarni 10 baravar, 100 baravar yaxshi kunlarni ham beradi. Mana alhamdulillah hozir shunaqa kunlarda yashayapmiz, sharoitimiz bor, tanish bilishimiz yetarli darajada, Xudoga ming qatla shukr. Lekin mana bu yoshlar hozir o'sha yo'qchilikdan, shunaqa narsalardan yoki to'qchilikdan bunaqa ota-onasiga nisbatan hurmatsizliklar qilib tashlayotganiga qanaqa qaraysiz, Chap bakovuyda, qanaqa edi. Yo'q, ya'ni agar shunaqa bolalarni o'rxendan beradi, bo'ldi. Tugadi bo'lsa. tugatish kerak, to'g'rimi unaqa? Ko'p gapirib o'tirmasdan bong'ilatish kerak. Bo'lmasa bo'lmasa braziliyada turganda og'ziga tepib. Mirkoga o'xshab, ahvodi shirin tushlar ko'rsatib, ana tushida bir qilgan ishlari ko'zimni oldidan o'tsa, keyin yaxshi bola bu uyg'onadigan bola. Bizlarni noto'g'ri qilganimizni shunaqa yeganmiz-da, okalardan. Bular yemagan. Shu muammo shu. Yeyish kerak. Yemayapti-da bular. Shu esa shapalon qattiqroq urish kerak-da. Bitta tirsa ham nimadir qilib olish kerak-da. O'shanda o'ziga kelishi mumkin. Endi zamon ko'tarmagani hisobiga nima deymiz endi? O'sha har xil zallarda, har xil sportlarda shug'ullanganmiz biz ham. Ahamiyat bersangiz, o'sha bitta zalda 100 ta, 50 ta, 70 ta, 200 tagacha bola shug'ullanadigan bo'lsa, ichidan bitta, ikkita uzoqqa borsa 3 ta chempion chiqadi-da. Bu chempionlikni qanaqadir fishkasiz, qanaqadir siri bormi Yo'q, masalan, siri yo'q. Bu o'zida talant, o'zida mehnat bo'lishi kerak deb o'ylayman. Men misol uchun mana oddiy misol. Ya'ni qarayman, o'zimdan ham, men unchalik emasman. Hozir mana biz UFC urushayotgan Ramazan Temirov. Mana shu bola Qashqadaryo cheka bir qishloqdan chiqqan, u mehnat va o'zida talant bo'ladi. Mana bekarga UFC urushayotgani yo'q. Bekarga sapinlarni tez yutib qo'yayotgan yo'q. O'zida mehnatdagi kim ko'p mehnat qilsa, shunday natijalarga yetishadi deb o'ylayman aka. Ko'pchilik zalga keladi, masalan, biz zal boraman, o'zimiz zalimizga keladi, bolalar bu yoqdan 2-3 kun keladi. Zalga keladi, rasmga tushadi, tak, bunday. Bitta ikkita mushak uradi, lab qiladi, zalga Instagram qo'yadi. 4-5 ta videolar, rasmni oladi, har kim bittadan qo'yadi. Har kim zalga boryapman, tak, shunday narsalar. Mehnat qilgan onam bo'laverdim deyman aka. To'g'ri, mana o'sha trenajyorning zalda Sergelida trenirovka qilsa, men trenirovka qiladigan zal, o'sha rasm ham qo'yib yozib qo'yganman, oddiy bola, oddiy zal. Bu menimcha qattiq trenirovka qilayotganingni, kim bilan trenirovka qilayotganingni emas, qilayotgan mehnatingda dedi gap. Hozirgi mana bu bolalar boradi, siz aytayotgandek, shu zalda ko'rinish chiroyli bo'lsa, qanaqadir ekranga story qo'yishga chiroyli bo'lsa yoki o'sha qizlarga qaraganda, qizlarning ko'zi bilan qaraganda chiroyliroq ko'rinsa, o'sha zalga borib, siz aytgandek 10 ta rasmga tushadi. O'sha bir kunda 10 kunlik zalni qilib qo'ydi. Menimcha kimgadir nimadir isbotlash uchun rasm qo'yib, nimadir qilib emas, haqiqatan ozgina terlatadigan joyi terlatib mehnat qilish kerak deb o'ylayman. Shu sizga gapingizdan shu terlatishmayapti-da bular, faqat og'zini ularga balqa og'zini terlatyapti hozirlar, ketchup qilib. Shularga osonroq, qulayroq bo'lib qoldi ularga. Bayli qilsin, qilmasin emas, gap so'z yo'q. Amaldan qilsin-da aka. Chiqib turib amaldan qilish kerak-da. Xirdan qilmasdan chiqib olib amaldan qilish kerak aka. Bu emas sport, vahshiy sportda bu, o'ta vahshiy sport. U masxaralik qilardi hamma yoqda. Oddiy jiddiy qarorlarda hozir MMA desa, srazi topdagi bolalar xayoliga keladi tezda. Biz o'sha sport deganda o'sha yoshligimizda
hammamiz bilgan, tanigan o'sha hurmatga ega, o'zini auditoriyasi, o'zini muxlislariga ega hozirgi kunda o'sha rahmatli bo'lgan Murod Xanto'rayev ko'zimizni oldiga kelardi-da. Okani просто trenirovka qilganlarini, lap urganlarini, o'sha ringga chiqqanlarini biz kompyuterxonalarga borib, kompyuter zaynat bo'lsa o'chirtlarda turib ko'rib kelardik-da. Qanaqa bo'yli bo'lardi, qanaqa ringga chiqardilar, o'zini qanaqa tutardilar. Har doim kim sportga qiziqishi bo'lsa, xuddi u finansiy puli yo'qroq bo'ladimi, xuddi finansiy badavlat bo'ladimi, bir xil munosabatda bo'lib, bir xil поддержкада bo'lgan inson. O'sha sportchi deganda bizani ko'zimizni oldiga o'sha siz bilan men yoshligimizda mana shu insonlar ko'zimizni oldiga kelardi-da. Lekin hozirgi kunda ayrim insonlar sababli sportchi deganda har xil insonlar ko'zining oldiga kelib qolyapti-da. O'sha oxirgi chiqqan bo'yizdan uzr gapingizni bo'ldim. Oxirgi chiqqan bo'yizda o'sha Murod Xanto'rayevga atalgan ashula bilan chiqishingiz в temu chiqish bo'ldi. Ya'ni bu inson hali unutilmaydi, hali hurmati bor bu insonni, chunki kerakli darajada xizmat qilgan, kerakli darajada bolalarni поддержка qilgan. Bu uchun ham alohida rahmat aka sizga. Bu inson o'lgani bilan, lekin biz anaqamiz hali o'lgan yo'q-da. Qalbam va billamiz dedim. Shunday aka. Bu qo'shiqqa chiqqan sababi mana hozir bu bo'lyapti, odamlar esdan chiqib ketyapti-da. Ozgina bo'lsa ham odamlar esiga solganimdan o'zim anaqa qilaman. Albatta aka, yaxshi ish bo'ldi. Bu ko'pchilik sportsmenlarga namuna bo'ldi. Qozoq millat bo'lsa ham, Qozog'istonda qozoq millat bo'lsa ham muzika qo'yildi. Endi misol men chiqib kelishimga odamlar turmadi, nasib o'rnidan turmadi. Ashu inson Murod akami muzikasidan o'sha xotirasiga qo'yilib, muzika bilan chiqib kelgan o'sha butun zal undan turardi. Ko'pchilik chiqib yana bo'ydan chiqqandan keyin shu salom, молодец. Bu kasabchi hali buni qishlash uchun qilmaydi sendan boshqa. Haqiqatan qilmaydi hamda, qilgan ham yo'q. Hech kim o'tirgan qo'shiqqa chiqqan yo'q, hech kim buni eslatgani yo'q. Ko'pchilik kuzataman internetda ham. Keyolatda bilmayman hayotimni ko'rishganmi, ko'rishmaganmi, hayronman aka. PR uchunmi, akam unday, akam bunday, boshqa gapiradi, bu amalda ham nima qilib o'zimni deyman-da. To'g'ri aka, bu inson hurmatga loyiq, juda ham katta sportga o'zini hissasini qo'shgan insonlardan hurmat qilamiz akani. Naqa deyman-da, bu esdan chiqarib oddiy odam boshqa muxlislar uchun-da bu narsa. Muxlislar esdan chiqarib olmash kerak edi. Buni bu inson, chunki nimaga? Bu inson O'zbekistonga yo'nalib kirgan, hamma narsa bo'lgan shu inson sabab. Mana bu inson oldinlari mana Qirg'izistonga yoqqa, bu yoqqa, Qozog'istonda даже Putindan ko'rib tomosha qilib o'tirgan. Qozog'iston prezidenti ashulalar urushgan. Bizga ham nasib qilsin, shunaqa insonlarning o'rtasida ringga chiqib urushish, haqiqiy chista gladiator bo'lib, chista bo'y ko'rsatish bizga ham nasib qilsin. Aytganingiz kelsin. Inson haqiqiy chista legenda-da inson. Shunaqa inson ekan. Aka, saviyasizlikka yo'ymaysiz. Bu savolim bor edi. O'sha ko'p sportchilarda kuzatamiz. O'sha qanaqadir natijaga erishgandan keyin o'sha yurtidagi masalan o'sha shahar hokimlari deymizmi yoki o'sha yurtiga o'sha davlat sohasida ishlaydigan insonlarni e'tibori vnimaniyasiga tushib, chaqirib, tabriklab, qo'llab-quvvatlaydi. Sizda ham shunaqa holat kuzatildimi aka, mana bu yutganingizdan keyin? Yo'q aka, masalan, masalan O'zbekistonga kamarlab keldim. O'zimiz Andijon o'rnamiz uchun Andijonni tanitib, Andijonda bu kamar yo'q. O'zbekistonda ham dash. Andijonda bu kamar yo'q, boshqa yo'q. Bunaqa kamar hali hech kim, akalarimiz bor mana Shohzon akam. Inshaalloh ular aksadan chempion bo'ladi, xudo xolasa, Nursulton, xudo xolasa. Endi Ibrahim Vinoyani bo'lmadi-da, anaqa aytganda bo'lmadi. Bo'lishi ham kerak emas, menga hech narsasi kerak emas. Men oldingi qari podkast oldim. O'tganda bo'ldi, qadalar yasadi, esimda yo'q hozir. Anaqa joyida emas hayolim. O'tganda shu savol bo'ldi. O'tganda ham aytdim. Yo'q, menga hech narsasi kerak emas. Prosta odamga motivatsiya kuchi bo'ladi-da, yana shu gapni qaytarayman. Shu men bu savolni berishimdan sabab aka, nima demoqchiman? Masalan, farzand o'sha o'ziga qo'ygan maqsadlarni qatorida shu meni ismimni eshitib ota-onam xursand bo'lsin, meni o'sha e'tiborli insonlar tabriklaganini ko'rishim o'sha ota-onamga qanaqadir darajada baxt beradi degan bo'ladi-da odam. Shu narsani men xohlaydim, shuni qanaqadir tabriklar chaqirib, "Молодец bolam" deb turib
nuqul so'rashib, mana bola chempion bo'lib keldi. Yo'q, yo'q deb kelsa, menga hech narsa kerak emas. Deyman, men qolganlarga misol uchun uy berdi, mashina berdi, boshqa student hamma narsa bo'ldi. Menga hech narsa kerak emas. Hozir shu narsa bo'lib turib, desa ota-onam xursand bo'ladi-da, o'g'lim mana shu darajaga yetibdi deb ota-onaga rozi bo'larmi deyman-da. baxtli aka farzandi haqida Mendan rozi yaxshi bo'larmi deyman-da. gaplar eshitish to'ppa-to'g'ri. Mendan rozi bo'larmi deyman. Chunki bu insonlar bo'lsa, hamma hokim, hamma prezident bo'lib ketaveradi. Bu insonlar bir qanaqadir bir Allohga bir aziz insonlar-da ular. Bo'lsa hamma hokim, hamma prezident bo'lib ketaveradi. Prosta shu odamni anaqa qilib tabriklar yo e'tibor tutsa, siz aytganda ota-ona xursand bo'ladi-da. Men shuncha harakat qilaman. Fursatdan foydalanib, o'sha O'zbekiston bayrog'ini tepaliga ko'tarib yurgan, o'sha aytayotganingizdek Andijonda yo'q, o'sha chempionlik kamarlarini o'sha Andijonga olib kelgan, ya'ni O'zbekistonga olib kelgan insonsiz, aka. Bu uchun sizni tarbiya qilgan ota-onangizga aka kattakon rahmat aytamiz, aka. Ota-onangizni duosini olishda Xudo xolasa bardavom bo'lsangiz, aka, bundan ham katta natijalarga erishishingiz tarafdorimiz. Mana o'zingizni ko'rib, mana o'zingiz bilan suhbat davomida shuni bildimki, aka, hech bu sportsmen degani yoki qanaqadir natijaga erishdi degani bu o'zidan ketib qolib, kabara yoqib olib, unaqa emas. Oddiy o'zimizga o'xshagan oddiy bola ekansiz, oddiy inson ekansiz, aka. O'shanga men bolalarga nima demoqchiman? Kamtarlik ham bu bitta xislatda, aka. Sizdagi kamtarlik hozirgi men bu ko'pchilik sportsmenlar deymizmi yoki lyubitel sportsmenlar deymizmi, o'shalarga ham aka tarqalishini tarafdorimiz. Mana o'zingizni bosib olgan, spokойный, qo'lingizdan nima kelishini aka ringda ko'rsatadigan odam ekansiz, to'g'risi. Hamma joyda xarakter ko'rsatadigan emas. Ringdagi xarakterda endi bu ko'chada u narsani qila olmaysiz, tashqarida aka. Hozir ko'chada chatag'oy ko'cha ko'tarmaydi ham. Ko'pchilik o'ylaydi meni, bu ringda manaqa, hayotda shunaqa keladi deb o'ylayman. O'z zamonida endi ko'rishash, endi gaplashib o'tiribsiz bilan. Sizda ham bu narsalar o'tgan, bilaman aniq. Libo insonda bo'ladi bu narsa. Hayot boshqa, ringdagi obrazlar boshqada. Bir kun menda ham oldin o'tganda qo'lim sindi, qulochka turishganimda. O'zimiz Andijonga bordim. Bitta masjid kaptor kelib qoldi endi. Qo'l sindi, doktorga bordim, menga qildirdim, Telmanga borib. Qildiryapman. Hali odam qarayapti, menga qarayapti. Sizni hali bolaga o'xshaysiz ekan deyapti. Kim endi hali gorilla deyapti-da. Endi hozir so'kingan jalarim bor deydi. Rasm bir unaqa bo'lasan, deydi. Ba'zan shunaqa bo'ladi deyapti. Men rasm ham kelaman. Shu unaqa bo'ladi. Men so'kinib gapirilyapti deydi. Shunday deyapti. Keyin Instagram TikTokda tapmanash bo'ladi. Men desam, agi meniga deyapti-da. Shuni men unaqa deb o'ylamadim. Men odamlar boshqa qadamlar bir ko'rmaganga fikr o'zgarmaydi, hamma nima. Ba'zan gapiraveradi odamlar. Shuning uchun ham aka, biz bu yoqqa nafaqat o'sha reperlar yoki sportsmenlar, o'sha ijtimoiy hayotda o'sha o'zini o'rnini topgan, o'zini auditoriyasiga ega insonlarni chaqirib suhbatni olyapmiz. Bundan maqsad nima? Bu internet yolg'on hayot ekanda, aka. Bu virtual hayotda bu. Real hayot boshqa. Hammani obrazi bor, o'zini sportdagi obrazi, o'zini mediadagi obrazi. Misol uchun men aka rent-kardan bir kunga mashina olib, zo'r qimmat mashinani olib, kimgadir intervyu berib, kimgadir boy ko'rinib ketishim ham iloji bor, lekin nima kerak aldab-da kimdir. Hozirgi bolalarda shunaqa narsa bo'lib qoldi, aka. Telefonini qarasangiz, megabayt-yu, o'zi tagida Wi-Fi'da o'tirib, Instagramda o'tiradi-da, lekin rent-kardan bitta mashinani olib, to'lkalarga historik qilib, bir narsalar qilib, bu nima kerak deyman-da. Undan ko'ra ko'tar uni Wi-Fi'ni o'chir, megabaytga harakat qil, chiq, qara, ishla, ota-onangning duosini ol, harakatda bo'l. Prosta shunaqa bolalar bor, aka, talantli, shunaqa bolalar bor, sportda ham natijaga erishsa bo'ladigan bolalar, mana shu mediaga aldanib ham, men qachon bunaqa bo'laman, bularning puli bor-da, bularning omadi kelib qolgan-da, bularning kimdir tankasi bor-da deydi. Yo'q, bu hammasini orqasida mehnat, sabr. Chunki o'sha g'alaba bilan mag'lubiyat yonma-yonda yoki siz sababiga kirishasiz, uje sizni qo'lingizda emas. Hech kim ringga mag'lubiyat bo'laman deb yoki shunga yutqizaman deb chiqmaydi. Hamma g'olib bo'lishini xohlab chiqadi. Lekin mag'lubiyat ham bu opit, qanaqadir keyingi
O'sha keyingi bo'ylarga beradigan qanaqadir maslahat bo'ladimi yoki o'sha keyingi bo'yga opitda demoqchi bo'lgani, men bu xatoni qilsam menga qimmatga tushar ekan bu xato. Men bitta o'zim ustida ko'proq ishlashim kerak ekan degan мнение uyg'otadi. Shu uchun bolalardan qanaqa natijaga erishishinglardan qat'iy nazar sportni to'xtatmanglar, bosinglar. Xudo xolasa sizlar ham shu Bobur akalardek chempion bo'lsanglar, sizlarni ham chaqirib, shu yerda xudo xolasa suhbatinglarni olamiz. Menimcha anaqa doktor ham o'sha ko'rishgandan keyin menimcha sportsmen bo'lib ketgan. O'sha doktor ham chaqirsa o'tib beradimi. Bir kun sportga kirishimdan oldin bitta bola kelibdi, qo'li travma, qarasam Bobur aka ekan. Bitta chapdan yedim, o'shandan keyin ko'zim ochildi. Birov haqida endi. Ham ziza bo'lib ketishi mumkin o'sha doktor. O'shaning uchun keyin ko'rsatuvga o'sha doktor chaqirdik. Endi o'sha doktor voqeasini aytib berdingiz aka, bu hayotda bo'lgan voqea ekan. O'shanga odamlarga aytmoqchimiz. Kimnidir orqasidan nimadir deyishdan oldin birinchi o'ylanglar, uni oldida ham shu gapni gapira olmaymanmi? Agar shu yonimda tursa javob bera olmaymanmi? Agar haqiqatdan o'sha odam yoninglarda turganda ham o'sha gapirayotgan gapingizga javob bersanglar, gapiringlar. Oldin biz o'ylanardik-da, aka kimnidir orqasidan gapirishga, qo'y, bu yaqinim yoki bu begona, bunga emas, meni afsuslar qilish. Yo'q bo'lsa ham deb, katta bo'lsa aka. Hozirgi kunda aka vashi sizlarga 3 ta og'ayni qarasangiz, chekadan qarasangiz qiyomatli do'stda, bittasi tualetga kirib ketgandan keyin ikkitasi afsuslat qilib o'tiribdi. Bu yaxshi emas bu narsa aka. Oldin o'sha siz aytgandek bizni havas qiladigan odamlar yoki bizga tarbiyaga chaqiradigan odamlarning tarbiyasini olardik. O'sha ma'lum bir darajada o'shalarning ta'siri qolgan. Tarbiyamizda o'shalar bor-da, hali ham nima deyotganimizni, nima qilayotganimizni Yoshlarni ko'rib kattalar hozir ashanaqada yuribmiz aka. Hozir kichkinalar shu bular ko'ryapti, bular anaqasi yuradi endi bilan. Hayronman shunga aka. qanaqadir strategiya bilan chiqiladimi? Men o'zimdan qo'ysam, o'zim narsa tayyorlanaman. Shu bo'yda ham, shu oxirgi bo'yimda ham shu plan bilan chiqqanmiz. Razdorkada ham Rashid Akalboyev ustoz bilan tayyorlandik shu narsani. Chiqib birinchi bo'lib, xullas taktika bilan chiqdik. Shu ishladi, poderda amalda bo'ldi-da. Shu taktika qilish kerak. Bo'y sapendingiz bo'yiga qarab kim qanaqa urishadi, qasdi bor nozik yo bu yoq. Bo'ydan oldin shu qattiq odam misol uchun jigaringiz tepsa, hayolingiz faqat miya boshqaradida. Hech kimni eshitmaysiz. Faqat siz yonma ekan bilamiz. Jigar tepasidan hayol jigariga ketadi. Qo'l tushadi dedi. Shunday bo'ldi. Jigar tepib. O'sha tepganda o'sha qo'l tushadi, obязательно tushadi. Yana tepayotganingizda o'sha yana hayol Jigarni himoya qiladi-da. Ha, shunday tepdim. O'shanda Dimidrovni berdingiz. Bu yaxshi ichgan ekan, молодец. Organizm toza bola ekan, Dimidrov yaxshi qabul qildi. Taktika bilan chiqish kerak. Taktika bilan chiqsa, obязательно aka hamma narsa bo'ladi. Bez taktika, bez nastroy bo'lmaydi aka. Siz ham Dimidrov berganingizda qanaqadir xursand bo'lib, ichingizda qanaqa bo'ladimi? Menda bo'lmaydi aka. To'g'risi menda bo'lmaydi. Odamga rahim keladi rostdan. Bundan 1-2 yil oldin ham Dag'istonga borib, Dag'istonda o'ziga borib, o'sha urush kelganman. O'sha deb tog'asi o'lib qoladigan, shu nafas to'xtab qoldi. Doktorlar o'ldi degan, shunda yig'laverganman. Yana bir marta odam o'ldirib qo'ydim deb degan narsa sразу miyamga kelgan shunda. Men xohlamayman to'g'risi. Endi menda parter yo'q, kurash yo'q, stokada urushaman. Ba'zan bu kickboks bo'lganligi uchun. Rahmim keladi sapendinlarimga. Shuni urib uxlatib qo'ysam yoki bir narsa qilib qo'ysam rahmim keladi. Xohlamayman, lekin iloji yo'q. Endi ber shunaqa joy, iloji yo'q edi. O'zimiz rozi bo'lib chiqamiz. Meni ham urishi mumkin. Endi bu sapendingiz sizdan katta bo'ladimi, kichkina bo'ladimi, lekin urmasangiz uradi-da. Urmasangiz siz urmasangiz uradi aka. Xohlamayman, lekin bu sport, o'zimiz rozi bo'lib chiqamiz. Yosh kattami, kichkinami, qizig'i yo'q, 18 yoshda o'tgandan keyin mujik bo'ladi. Xohlasa 30 yosh o'zingizga qarang, xohlasa 50 yosh, qizig'i yo'q, faqat rest qizig'i bor, rest o'rgasi bo'ldi, yoshning qizig'i yo'q. Shuni oladi. Mana shunda Dag'istonda ham shunda uxlatib qo'ygan, chuqur uxlab qo'ygan, o'ta qattiq uxlab qo'ygan. To'g'risi o'zim xohlamayman. Odamni urishni xohlamayman. Dash ko'chada urishmayman. Chunki oldindan bo'lganda shunday. Qancha 3 oy, 4 oycha komada yotgan. Oldindan shu uxlatib qo'yganimda ketib qo'ygandim shuni.
Qo'rqaman ularni uxlatgan. Farzandlaringiz bor aka? Bor, 2 o'g'lim, 1 qizim bor. Bolalar qanaqa aka sportga qiziqishi? Siz bilan o'sha birga borib trenirovkalar qilib, siz o'sha internetlarda, YouTube'larda, televizorlarda yoki o'sha internetlarda ko'rganda ham baribir qolisizmi yo'qmi xursand bo'lishadi. Mana adam shu har qo'lingiz ko'tarilganda, ularning ikkala qo'li ko'tarilgandek xursand bo'lishsa kerak. Menimcha har yutuqqa erishganingizda ularni ham o'sha kelajakda o'zingizga o'xshagan sportsmen bo'lishligini tarafdorimisiz yoki O'zimiz yashagan jadal bo'lib olaversin. Xudo xohlasa sportsmen bo'ladi, xudo xohlasa. Endi o'g'limni kurashga beraman. To'g'risi odam aytyapman, o'zim xohlamayman odam urishni. Odam yuziga yoki boshqa joyga urishni. Xudo xohlasa kurashga beraman o'g'limni. Qiziqadi, qiziqqon. Endi chiqib shu balivo parter o'rganadi. Shu bilan xudo xohlasa yengil yutadigan odamga endi Dimitrov emas, endi успокоительный dorilar berib uxlatadigan qilib o'stirmoqchi ekan. Superkayn berib shunaqasini qilamiz. Yafiy aka, sizga ham o'sha farzandlarga ham siz erishgan yutuqlardan 10 baravar teparog'iga yetishishligini Xudodan so'raymiz aka. Men deyotganim, ko'pchilik bolalar o'sha motivatsiya bor paytda ishlash oson, lekin motivatsiya yo'q paytda ishlangan mehnat o'zi yaxshi natijalarga olib keladi-da o'zi. Masalan, men ham trenajyorniy zalga boradigan bo'lsam, aka, menga ham kerak emas-da, u yerda o'zimni qiynab, tosh ko'tarib, to'g'risida yoshim уже mana 30 dan o'tdi, men ham tirikchiligimni, boshqa ishlarimni qilib yursam bo'ladi, lekin o'sha sog'lig'imga e'tibor berib, bu birinchi o'rinda bo'lsa, ikkinchi o'rinda o'sha xolimizmi yo'qmi, farzand uchun ota ideal hisoblanadi. Farzand uchun men otam qanaqa bo'lsa, men ham xuddi shunaqa bo'lishim kerak degan tushunchada bo'ladi. O'sha men ham xohlayman farzandim ham meni ko'rib, o'sha meni otam ham sportsmen bo'lgan, meni adam ham sport bilan shug'ullangan. Ya'ni nima demoqchiman? Ko'pchilik o'zi joyxonada bolalar bilan qorin oldiga qarab 2 metr chiqib ketgan, orqa tarafga qarab 1 metr chiqib ketgan o'g'lini bor trenirovka qil deydi-da. U bor trenirovka qil deyish boshqa, u bola ham chiqib trenirovka qilishi mumkin, lekin borib trenajyorlik zali tagida telefon qo'llab o'tirib trenirovka qiladi. Barmoqlarini trenirovka qildiradi. Lekin amalda ko'rsatilsa, menimcha bu qonun qoidaga ham to'g'ri keladi. Rostdan ham bolamda qariydi-da, mana adam sport bilan shug'ullanib, o'sha bizlarning oldimizda qanaqa namuna bo'lgan bo'lsalar, men ham adamga o'xshashim kerak deb harakat qiladi. Shu uchun nafaqat bolalarga, o'sha yosh avlodni, o'sha adalariga, ya'ni o'sha biza qator insonlarga ham aytmoqchimizki, avval o'zingizlar sport bilan shug'ullaninglar. Shu bahonada o'zingizlar bilmagan holda farzandinglarni qiziqtirib qo'yasizlar sportga. Va sizlar bilmaysizlar, farzandinglar kelajakda qanaqa natijalar olib kelishligi mumkin sizlarga. Bo'lar bo'lmas har xil o'yinchoq bir narsa aylanadigan zaparklarga olib borgandan ko'ra, undan ko'ra sport bilan shug'ullaninglar, shu yaxshiroq natija beradi. Hozirgi yoshlar bilan ota-onasi pashti shug'ullanmayapti-da. Misol uchun biza bitta aybish qilib qo'ysa, 20 minut, yarim soatlab gapirishgan kunlarimiz bo'lardi-da. Sen mana bunaqa qilding, sen mana bunaqa qilding. O'sha paytda to'g'ri bizga yomondek tuyulgan bo'lishi mumkin. Kelajakda o'sha eshitgan gaplarimiz ham o'zini foydasini berdi-da aka. Qanaqadir joylarda stopimiz bosildi, qanaqadir buzuqchiliklar qilib tashlashimiz mumkin bo'lgan joyda o'sha eshitgan o'gitlarimiz, nasihatlarimiz qulog'imizga chalindi, esimizda qoldi. Hozirgi ota-onalar vazifam mana bunaqa deb o'ylab qolishdi-da aka, chunki yosh ota-onalar avlodi bo'ldi-da hozirgi avlod. Masalan, 20 yoshda uylanib, 30 yoshda уже 10 yoshar farzandda otasi, onasi bo'layotgan bo'lsa, ular o'ylaydiki, men farzandimni oldidagi majburiyatim, mas'uliyatim, burchim, men buni chiroyli kiyintirsam, men buni yonidagi o'rtog'idan kam qilmasam bo'ldi deb o'ylaydi-da. Yo'q, aslida unaqa emas. Odam eski kiyimdan yoki yirtiq kiyimdan emas, odam isqirtli kiyimlar kiyib yurishligidan, isqirtli ishlar qilib yurishligidan uyalish kerak-da o'zi aslida. Biza ham joyi kelgan, misol uchun, bitta krossovkani ham ko'chaga, ham trenirovkaga, ham mehmonga borsak, mehmonga ham kiyib borib kelib yurgan kunlarimiz bo'lganda, lekin biz eski narsadan, eski kiyimdan uyalmasdik yoki kir kiyimdan uyalardik, kir kiyim kiyib yurishdan uyalardik. Hozirgi bolalarni o'sha tarozisida qanaqadir ошибка bormi deyman-da, agar bir shunaqa tanishim bo'lganda o'sha tarozini to'g'rilatish uchun umrimni bag'ishlab olgan bo'lardim. Chunki odamlar boylik deganda boshqa narsalarni tushunadigan bo'lib qolganda, boylik bu birinchi o'rinda sog'lik. Chunki o'sha kartangizda yoki hisob raqamingizda $1 million pulingiz bo'lsin, lekin sog'lig'ingizda qanaqadir muammo bo'lsin, u $1 million tatimaydi. Bolalar shu narsani bilmayapti. Hozir hamma narsasi joyida. Harakat qilsa, не только 10-100 million dollargacha kerak bo'lsa ishlashi ham mumkin. Sog'liq ham bu boylik.
yaxshi ota-onani farzandi bo'lish bu boylik. Yaxshi farzandlarning ota-onasi bo'lish bu boylik. Yaxshi tinch yurtda yashash bu boylik. Bundoq qarayman desa, kamchilik qidiradigan odamlarga kamchilik juda ko'p aka. Kamchilikni lekin odam o'zidan boshlasa, menimcha to'g'ri bo'lardi. Yashayotgan yurtidan yoki nimadirlardan emas, odam o'zini kamchiliklari bilan shug'ullanib, o'zini kamchiliklari bilan bartaraf qilishni oldini olib, o'sha o'zini kamchiliklari bilan band bo'lsa, ya'ni shu yaxshiroq bo'lardi. Endi ayting aka, o'sha ringga chiqib Dimidrol berishdan oldin qanaqa dorilar berasiz birinchi Dimidroldan oldin? O'sha jigar dedingiz, jigarga xayol ketib qolganda Dimidrolni Shakiga beraman dedingiz. Undan oldin yana o'sha yosh sportsmenlar bor-da va bir misol uchun treneri faqat musobaqaga tayyorlashi mumkin, taktika o'rgatmasdan ringga chiqarib yuborishi mumkin masalan. 12 ta viloyat bo'ladigan bo'lsa, har bitta viloyatda 100 tadan agar sportsmen bola bo'lsa, bu degani 1200 ta degani bo'ladimi aka? Shu 1000 ta boladan shug'ullansa 10 ta, 20 ta, 30 ta bolagacha trener yolg'iz shug'ullanishi mumkin-da. Mana bitta mana qilasan, mana bitta mana qilasan deb. O'sha sportsmen sifatida, o'sha chempion sifatida yosh sportsmenlarga qanaqa tavsiyalar berasiz aka? Ko'p vaqtim o'zi bo'yladi. Ko'p vaqtim trenersiz o'tgan, to'g'ri ochig'ini aytaman. Trenersiz o'tgan ko'p vaqtim. Bu mehnat qilish kerak deyman. To'liq mehnat, u qiyichuv bilan ish bitmaydi. Ko'p vaqtni o'zim men bilaman, o'zim trenersiz o'tgan juda ko'p vaqtim. O'zim yo'g'irgan, o'zim yo'qigan, o'zim shug'urgan, o'zim fizik ishlagan. Men o'zimda ba'zi borligi uchun yoshligimdan kickboksga qaraganim uchun. Trener kerak, to'g'ri kerak emas. Bar odam o'ziga ham bog'liqda. Hamma mas'uliyat Trener shu ringga chiqqaningizda, bo'ga chiqqaningizda siz ko'rolmaydigan narsalarni aytib berib turadi. Pastda bu yoqda sekundada turgan. Shu narsani aytib berib turadi. Shu narsani to'g'ri qilish kerak xolos. Mehnat qilish kerak. Bu ringga chiqqandan keyin sapingizni bitta o'zi bo'lasiz, hech kim yordam, na treneringiz, na ota-ona hech kim yordam bera olmaydi. O'zi mehnat qilsa, kim ko'proq mehnat qilsa, shu odam yutadi. Mehnat qilish kerak-da, to'xtamash kerak. Hech kim yordam bera olmaydi bu yerda. Prosta pastda sekundantlar gapirib turadi xolos. Ya'ni bugungi shu kungacha yoki o'sha chempionlik darajasiga yetgunizcha bu qanaqadir omad yoki qanaqadir boylikning orqasidan emas, bu o'sha tinmasdan harakat qilib, o'zingiz ustidan ishlab, trenirovkani to'xtatmasdan yaxshi kun bo'ladimi, yomon kun bo'ladimi, o'zingizni ustingizda ishlashni to'xtatmaganingizni natijasi mevasi desak ham bo'ladi. Men shunaqa aka, uylangandan keyin, farzandlar bo'lgandan keyin ham o'sha o'tatmaganman. Bolaga pampers olgandan ham, pulim bo'lmagan paytda ham sport to'xtatmaganman. Xudoga shukr, hozirgi kunda hamma narsa yetarli. Mehnatda kerak, mehnat bosish kerak. Trener bo'lish shart emas. Meni fikrim, trener bo'lish shart emas. Trener sizga bir narsa qilib, oyog'ingizga to'rtta qilib, qo'lingizni to'rtta qilib qo'ymaydi. O'zi mehnat qilsa, trener prosta chiqib, bu taktikani bera oladi xolos. Ya'ni murabbiy yo'l yo'riq ko'rsatishligi uchun kerak, lekin seni u baquvvat qilib qo'ymaydi. Seni baquvvat, seni chidamli, seni fizikani kuchli qilib qo'yolmaydi. Sen prosta o'zi mehnat qilish kerak aka. Tinmasdan shu 2 mahal disiplina bilan обязательно trener bo'lish shart emas. Mana o'zim bilaman-da men. Mening fikrim, qolganlar fikrini bilmayman. Menga qolgan fikr qiziq emas. Shu kunga qadar qiziq bo'lmagan, bundan keyin qiziq olmaydi. Trener kerak emas, to'g'risi. Shu ertalab turib, trenirovkasini qilib, disiplina bilan zal, ertalab kech payt yana zal, kechga uxlab, shu disiplinani qilish kerak-da. O'sha sizdan oldingi mehmonimiz o'sha Isfandiyor degan ukamiz bo'ldi. Instagramda balki tanisangiz kerak. Xursand Rozi taxallusida ijod qiladi. Takoy akkuratniy, juda ham chiroyli hazillar qiladigan ukamiz. Sizni sport hayotingizda qanaqa o'rin egallagan, sportga munosabatingiz qanaqa desam, shunaqa javob berdi. Sport meni hayotimni qutqargan dedi. Yo'q, qanaqasiga aytsam, maktabimga bola o'g'rilari kelganda, hamma bola o'g'rilari maktabdagi bolalarni olib ketgan, men o'sha payt trenirovkada bo'lganman. Shunga sport hayotda odamga kerakli narsaligini, yana qanaqa qilib tushuntirib bersa bo'ladi bu bolalarga. Sport sog'lik uchun ham, ertaga masalan ota-ona bo'lganda ham o'sha erkak kishi baribir sport bilan shug'ullansa, sport samoуверенность degan narsani oshiradi. Hayotda ham jangchi bo'lish uchun sportsmen bo'lish kerak. Muammo bo'lsa nima qiladi u sportsmen bo'lmasa? U zalda u hamma o'sha выносливость, xarakteri zaldan olib chiqadi-da. Bizani yoshligimizda uyda o'tirsak, bor ana o'rtoqlaring futbol o'ynayapti, yo bor mana o'rtog'ing boksga boryapti deb chiqarib majburlab ham qolmagan paytimiz chiqarishardi-da. O'shanga yarasha xarakterimiz, dunyo qarashimiz o'sha bolalar bilan kengaygan desak ham bo'ladi. Bunga sportda o'rni juda ham katta. Hozirgi bolalar bo'lsa, sportga boraman desa, sen u bolaga qo'shilma, sen
qattiq tegmasin, yiqilib tushsang oyog'ing sinib qolmasin deb bu bolalarni ehtiyot qilish qanaqa darajada noto'g'ri-yu bu. Har xil ko'chada bo'lar bo'lmas bolalarga qo'shilib bir narsalar qilib yurgandan ko'ra sport bilan vaqtini o'tkazsa bu nafaqat dunyo qarashiga, o'zini fiziki sog'lig'iga ham yaxshi ta'sir qiladi. Menga endi ko'pchilik ota-ona yozadi-da. Endi eng ko'pchilik ota-onalar bilan gaplashaman ham. Nima bemiz desam, qo'li sinadi, oyog'i sinadi, beti yollaydi, qo'shi yollaydi, yo bu yoq nogiron bo'ladi. Yo'q, bu sportda yoshlikdan qilsa tana уже qatib ketadi aka, уже kaltakka o'rganib bo'ladi. Kaltak yig'ib salla cheto'g'risi kaltakka o'rganib bo'ladi. Bolani ayamash kerak. U bolani ehtiyot qilib ayasa ertaga hozir ko'ryapsiz. Ko'chada bolalarni ketasiz, uzoqdan ko'rsangiz bo'ladi. Qiz bolamikin deysizda. Ajratish ham hozirgi kunda muammo bo'lib qoldi. Sochni ham qo'yib aka, uzun qilib. Orqasini jicha qilasiz, keyin sal qilib olib farqiga borasizda. Hozirgi bolalar testosteron tushib ketyaptimi deyman. Aka qanday gapirasiz aka, ovozi ham qizlar ovoziga o'xshaydi, yo bu yoq yurishlari ham qinjillab. Hatto bir daraxtga chiqib ketish kerak ular bor-ku. Bizni yoshligimizda rostdan ham daraxtlarga chiqishlar bo'lardi. Daraxtlardan yiqilib tushardik. O'sha futbol o'ynaganda tizzalarimiz yirtilib bir narsalar bo'lardi. Bu minusga ishlamaganda, faqat ishlagan bo'lsa plyusga ishlaganda, lekin hozirgi bolalar qoqilib tushsa ham borib gips qildirib, bir oy men mana klinikada yotibman, meni ko'rgani kelmaysanmi deb salkam o'lib qoldi deb o'ylaysiz-da. O'tgan yil emas, bundan 2 yil oldin avariya bo'ldim aka. Endi Alloh sinovi bu ham. Avariya bo'ldim, orqamdan bitta o'zi ham furadan sal kichikroq mashina urdi-da aka. Bir 10 sekundda oralig'ida, 15 sekund oralig'ida o'sha katta yo'ldan Bardor chekasiga qarab uchib ketdim. 10 sekund ichida ko'zim oldidan butun hayotim o'tib ketdi-da aka. Men o'lib qolaman deb o'yladim, chunki Xudo saqlamasa bandasi o'z ming kuchli bo'lgani bilan, ming qanaqa bo'lgani bilan iloji yo'q, o'zini o'zi saqlab qolishi. Men o'lib qolsam kerak deb o'yladim. Lekin shu yoshlikda yegan akalarimizdan, o'sha kaltaklarimiz, o'sha trenirovkalarda yegan udarlarimiz oqibatida aka, bu narsagada sport bor. Yaxshi. Bu narsagada sababchidan nima bo'lsa mana mashina ursa ham mana sportda tanam anaqa tiniqqanlik uchun, baqqollik uchun mana deyapsiz. Bu narsa endi avvalo Allohdan baraman narsa. Lekin baribir sport bu juda yaxshi narsa. Tarbiyasiz yoki sportdan uzoq bolalar haqida gaplashdik, lekin o'sha o'zimizning tanishlarimiz bor, o'sha tanimaydigan, o'sha media sohasida ham Instagramlarda, YouTube'larda ko'ramiz, talantli, o'zini ustida ishlagan, shunaqa bolalarni ko'rdik yoki 7-8-sinf bolalar, yosh bolalar deysiz, lekin ularni qilayotgan ishlari, kompyuter bilan ishlashlari, dunyo qarashi juda ham keng bolalar bor, yoshlar bor. Ular o'zini ustida ishlasa, hali Xudo xolasa, undan ham zo'r natijalarga erishadi. Lekin shunaqa bolalar sonini ko'paytirishlikda maqsad aka. Biza odamlarga o'sha siz ringda Dimitrovga uxlatib qo'ygan bo'lsangiz, biz mamlakatga chiqib qolib, sizlar zo'rsizlar deb uxlatish niyatimiz yo'q. Haqiqatda aytamiz, jamiyatda masalan 1dan 100% gacha bola degan bo'lsak, 50 ga 50 ham emas-da aka. To'g'ri yo'lda yaxshi natijalar qilib yurgan bolalar 20 maksimum 30% bo'lishligi mumkin, lekin 70% aka nima qilayotganini, qarab ketayotganini bilmaydi. Biza o'sha 20-30% faqat ko'payishini tarafdorimiz. Nariga 70 yoki 60% bundan ham ko'payib ketishini emas. Shu uchun aka o'zimizga masalan ringda tarbiya olsa bo'ladigan yoki ringda o'zini tutishidan o'rnak olsa bo'ladigan insonlardan bo'lganligingiz uchun bugun mana siz suhbatingizni olyapmiz. Kimdir masalan Instagramda yumorist bo'lishligi mumkin, lekin hayotda dunyo qarashi umuman boshqacha inson boshqa odamlar mumkin. O'sha har xil odamlar bilan suhbat qilib men shuni bildimki, aka kitob o'qigan, sport bilan shug'ullangan, ota-onasini duosini olgan bolalar o'tmishida qiyinchiliklar bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin kelajagiga juda yaxshi fundament bo'lgan ekan. Sport, kitob o'qish, o'zini yaxshi ko'rish deganda men o'zimni yaxshi ko'raman deb hamma ayta oladi, lekin o'zini yaxshi ko'rish bu desiplin bilan bo'lishi kerak. O'zini yaxshi ko'rish sport bilan shug'ullanib bo'lishi kerak. O'zini yaxshi ko'rish o'sha miyasini ozuqalantirib, kitob o'qib bo'lishligi kerak. Shu uchun aka, xohlaymizmi yo'qmi bu jamiyatda biz ham yashayapmiz, ertaga farzandlarimiz katta bo'ladi. Bu jamiyat yaxshi bo'lib, bu jamiyatda yoshlari katta natijalarga erishsa, biz faqat xursand bo'lamiz va shuni tarafdorimiz. Gap bilan bo'lib, endi biza noto'g'ri tushunmaysizlar. Podkast boshlashdan oldin suhbatlashib, salom alaykum qildik. Sizlar bilan salomlashish xayol bilan suhbat bilan bo'lib esdan ham chiqib ketibdi. O'sha bizlarni ko'rayotgan, kuzatayotganlar hammanglarga salom alaykum deymiz. Yaxshi nastroy, yaxshi kayfiyat tilaymiz. Sport bilan, kitob bilan
umringlar go'zallanib ketishligiga ishonishinglarni xohlayman. Testosteronni ko'tarib yuraveradi. Testosteron baland bo'lsin, unaqa noziklashib, chao-mao qiladigan bolalardan bo'lib ketmanglar. Bir kun aka, og'aynim bilan Primoyda gaplashayotgandim, zalga ketishdan oldin kreatin tayyorlab oluvdim idishimga. Kreatin ichib ketolmay, 3-bola o'zimizning ukamiz ham "Aka nima ichyapsiz?" deyapti. "Nima ichyapman desam, zarari u" deyapti. O'zini qo'lida 18+ turibdi. Bu energetikdan menimcha buni zarari kamroq bo'lsa kerak. Baribir sportga aloqasi bor insonligingiz uchun hozirgi kundagi o'sha sport qo'shimchalari deymizmi, sport ozuqalari deymizmi, qaysi biri foydali, qaysi birini sport bilan masalan faqat kachasi bilan emas, boshqa sport turida ham o'zini fitaniyalari bor, vitaminlar bor. Masalan, bir kunda insonga qanchadir kerak bo'ladigan beloklarni inson taom bilan organizmga yetkazib berish qiyinroqda, u ilojisi yo'q uni. O'sha qo'shimchalar qanaqa darajada zararli yoki qaysidir sport bilan shug'ullanganlar ham sport ozuqalaridan Menimcha bu narsani umuman ziyon yo'q bo'lsa kerak. Bu narsalarni hammasini qilib ko'rganman. Ko'pchilik Ziyoni yo'q bu narsani. sport ozuqalari bilan o'sha vitaminli komplekslar bilan zararli ximiyani adashtirib qo'yapti. Mana masalan aka, men o'sha kreatin ichaman dedim, chunki orada 5 yil, 6 yil pauza bo'lib qoldi. Trenirovkaga chiqolmay qoldim ish bilan bo'lib, har xil hayotiy tashvishlar bilan bo'lib. O'sha zalga borishdan oldin balki bu miyani aldashmi yoki rostdan ham organizmga yaxshi ta'sir qiladimi? Men o'sha sport qo'shimcha bilan trenirovka qilsam, maza qilib trenirovka qilaman. Kuch bo'ladi, qanaqadir quvvat bo'ladi. O'shanga bundan maqsad aka, masalan men figuramni Arnold Schwarzenegger qilib olishmaslik maqsad. Prosta trenirovka davomida charchamaslik, o'sha trenirovka davomida maza qilib trenirovka qilishlik uchun ichaman. O'shanga o'zi buni ichishdan maqsad nima bo'lishi kerak o'zi? Sport ozuqalarini dababka qilishlikdan maqsad. Dababka qilishdan maqsad endi bu jarayon professional emasman bu narsada. Yeyotgan ovqatingizda kimda kerakli narsalar yo'q-da, bunda bir qoshiq iching. Bu narsani umuman ziyoni yo'q bu narsani. Me'yorni oshirib yuborsangiz bo'lishi mumkin, lekin shundayda ziyoni yo'q deb o'ylayman umuman. O'tkazish bosish kerakda. Siz o'zingiz juda ham kamtar inson ekansiz aka. Men bilmayman deb Dimitrollarni berib, rimellarni tepaga ko'taryapsiz aka. Unaqa yashirmasdan aka, o'zingiz maslahatlaringizni bering bolalarga. Trenirovka qaysi mahal qilgan yaxshi? Organizm qaysi paytda qilgan trenirovkasi singiydi yoki miya toza bo'ladi? Qaysi paytda qilgan yaxshiroq, kechqurunmi, ertalabmi, obedmi? Trenirovka nagruskani menimcha ertalab bergan yaxshi. Ertalab svejiy bodri turasiz, tana dam olib uyg'ongan bo'ladi. Endi o'zimning trenerim bor. Yoshligimdan o'zimning katta akam trenerim bor. Shuning uchun ertalab har kun ertalab saharda endi короче aka, sahar trenirovka qildiradi, nagruska berib trenirovka qildiradi-da. Undan keyin kech paytga logika ya sparing, lapa, shu yengil bo'ladi. Nagruskani ertalab berish kerak. Kachkanimi, nagruskani boshqa narsalarnimi, nagruskani ertalab berish kerak ekan. Kech paytga logika bersam. Shunday kechga bodri yuradi. Hatta kech payt nagruskani bersa aka, o'sha kech paytga borib bu ish, miya o'zi charchagan. psixologik holdan qolasiz, kech payt yaramay qolasiz. Shu ertalab turganda endi ertalab bosish kerak. Nagruskani ertalab berish kerak ekan. Endi hammani yo'nalishi boshqa masalan. Meni yo'nalishim faqat sport bo'lganligi uchun ertalab trenirovka qilaman. Men ertalab nagruska beraman o'zimga. Kech payt lapa, sparing yo shu bo'ladi xolos. Endi u boshqa sohadagi odamlar bu davlat ishlaydi yo do'kon, biznesmen. Ular endi bir mahal trenirovka qiladi, ularga kech payt bo'laveradi. Ularga nagruska bersa ham ularga bilinmaydi. Ya'ni o'sha vaqt tanlamasa ham samый главный sport bilan shug'ullanish kerak. Ertalab yoki kechqurun, lekin qulay bo'lsa, iloji bo'lsa ertalab miya, organizm toza paytda. Hech bo'lmasa ertalab yugurish kerak-da. Hech bo'lmasa ertalab turib yugurish kerak. Shu gapingizga ozgina qo'shimcha qilaman aka. 10,000 qadam degan o'zimga o'zim challenge e'lon qilganman. Kuniga 10,000 qadam peshkom yuraman aka. Bu 10,000 qadam nima beradi? Sog'liq ozuqasi, miya ozuqasi, fikrlar tozalanishi, har xil depressiyadan chiqib ketishlikni oson, hammaning qo'lidan keladigan usulida aka. Misol uchun, siz doktorga boraman desangiz, men depressiyada tudasida muammo bor desangiz, uni konsultatsiyasiga kirish pulli bo'lishi mumkin yoki uni yozib bergan dori-darmonlar ozgina qimmatroq bo'lishi mumkin. Shu uchun eng oddiy dori bu yurish ekanda aka. Men o'sha bu ertalab temada o'qib, o'rganib chiqdim. Odam bo'lmadi deganda 10,000 qadam tashlasa, o'sha 10,000 qadam piyoda yursa, sport bilan shug'ullanmagan odam ham 10,000 qadam piyoda yursa, aka, sog'lig'iga juda ham katta ta'sir qilar ekan, uyqulari joyiga kelar ekan. Men o'zim sport to'xtatib qo'yib, o'sha harakat
kamayib qolib o'sha faqat mashinada yurib shunaqa darajada bo'lib qoluvdi yoki ichadigan suvimni ham mashinadan tushmasdan olib ichib shunaqa edida, bitta suv berib yuboring deb mashinadan olib pulni berib o'sha harakat juda ham kam bo'lib qoluvdi. Bu uyqumga ham juda yomon ta'sir qiladi. Uxlolmas edim. Rejim buzilib ketgan, ovqatlanish rejimim kechasi 2 da ham, soat 1 da ham ovqatlanib yuborardim. Hozir o'sha o'zimga o'zim challenge e'lon qilganman dedim. Bunda iloji boricha to'g'ri ovqatlanishga harakat qilyapman. Iloji boricha tabiiy mahsulotlardan foydalanyapman. Tabiiy mahsulotlar deganda o'sha zelin, pelin, mana shunaqa narsalar, o'sha to'g'ri ovqat, ya'ni ko'chada sotilayotgan har xil lavash, burgerlar yoki kuniga misol faqat fast food yerdim desam ham adashmasdim. Oldin faqat fast food yerdim, lekin undiga o'sha qorinlar chiqib ketishligi, uyqular buzilishligi, oshqozon organizmlar buzilishligi bilan hozirgi sog'lom ovqatlanib, o'sha 10 ming qadam piyoda yurganimda Oldinlar bilamiz aka, biz bo'ldim. Oldinlar biz anaqa paytimizda 5-6 yil oldin 4ta 5ta 5ta 6ta og'ayni bo'lsa, davay ketdik, oshga bo'lardi. Qancha osh yeysiz ham qonuncha chiqmaydi oldincha. Hozir faqat hozirgilar hamma 4ta 5ta to'plandimi? Ketdi fast food, KFC, MFC, pizza. Shunday orqasidan chiqib keladi, ta'mi qoralar ekan, yuraveradi ekan, qondan ko'paytirib. Shu to'g'ri siz aytgandek oldin o'sha choyxonaga boradigan bo'lsak ham, choyxonaning distansiyasi 2 kilometr bo'lsin, 3 kilometr bo'lsin, bolalar bilan gaplashib, peshkom borardik, ovqatlanib, yana peshkom qaytib kelardik. O'sha yosh bo'lsak ham ahamiyat berib trenirovkamizni qilib yurardik. Hamma narsa joyida bo'lardi-da. Misol uchun hozir bir xil men ularni malomat qilmoqchi emasman. Men ularni yomon, sen noto'g'ri yashayapsan demoqchi emasman. Kimdadir kasallik bo'lishi mumkin, kimdadir noto'g'ri ovqatlanish bo'lishligi mumkin. Bu hozir bilinmasligi mumkin, ozgina qorin chiqib, ozgina semizlik bilan bo'lishi mumkin, lekin ertaga yoshi 40 dan o'tgandan keyin, 50 dan o'tgandan keyin bu juda ham yomon kasalliklarga olib kelishi mumkin-da. Chunki hozirgi kunda aka yashiradigan narsa emas, kasalliklar ham yosharib ketganda aka. Oldin depressiya degan kasallikni men 30 yosh, 40 yoshli insonlarda uchratmaganman-da aka. Hozirgi kunda qarasangiz 25 yoshli bola ham qarasangiz siqilgan, depressiyaga tushgan, stressga tushib qolgan. Bunda o'sha to'g'ri internetdan noto'g'ri foydalanish. Kim uchundir aka Instagram yoki YouTube institut rolini o'ynab berishi mumkin-da aka. To'g'ri ma'lumot olaman degan odamga ma'lumotlar Instagramda ham, YouTube'da ham juda ko'p. Lekin kim uchundir bu narsa aka shunaqa ziyonga ishlashi mumkin, fikrlarini bitta joyga jamla olmaydigan, nima deyotganini bilmaydigan, har xil video roliklar bor aka. Masalan, biz bitta kino ko'rardik, 1 soat davomida o'sha kinoni ko'rib, kino tugagandan keyin bizdan kino taassurot qoldirardi-da. Bu men bola narkoman bo'lgan ekan, narkotikni tashlamasdan dalch narkoman bo'lib yurgan ekan, hayoti sinib ketdi. Bu bolani hayoti ostin-ustun bo'lib ketdi, oilasi buzilib ketdi, yaqinlari voz kechdi deb vivid chiqarardik-da. Hozir 1 minutlik, 30 sekundlik, 20 sekundlik roliklar ko'ryapmiz aka. U nima deyapti? Undan qanaqa fikr olish kerak, undan qanaqa vivid olish kerak? O'sha odamlar esdan chiqib, xursand qiladigan rolik ko'rsangiz odamni kayfiyatiga ta'sir qilib xursand bo'lib ketyapti odam. Nasriyani tushiradigan narsa ko'rsangiz, nasriyani tushirib tashlayapti-da. Bu o'sha dopamin deymiz. Bir tomonlama bo'lib qolgan. Buzilib ketyapti dopamin, odamning organizmi, o'sha gormonlari, o'sha siz aytayotgandek erkaklarni o'sha ayollashib ketayotganligi, erkaklarda o'ziga ishonch yo'qligi, erkaklarda nima qilish, nima to'g'ri, nima noto'g'riligini o'sha tarozisida qanaqadir ashibka bo'lib qolyapti-da aka. Bunga internetda ham sababi bor, juda katta rol o'ynaydi. Katta sabab hozirgi kunda вообще katta sabab internet bloglarni shu jenskiy sifat qilib qo'yishga katta sabab bo'lyapti-da. Endi bilmayman qanday nima qilsa bo'ladi. Endi hamma narsa ota-onaga bog'liq. To'g'ri yo'lda, to'g'ri tarbiyalada qattiq turib bo'lsa kerak ekan. Biz ham bitta o'tirib olib, aqllilik qilib imенно kimnidir obsujdat qilayotganimiz yo'q. Biz shu jamiyatda yashayotgan insonlar sifatida, shu jamiyatda o'ylagan insonlar sifatida, shu jamiyatning kelajagi uchun yosh ota-onalarga, ya'ni o'sha biz qatori ota-onalarga iltimos qilmoqchimizki, bolanglarni tarbiyasi bilan, xarakteri bilan shug'ullaninglar. Sizlar to'g'ri tarbiyada, to'g'ri katta qilsanglar, ular sizlar hozir qilib berayotgan narsalarni 10 baravarini o'zi qilishlikka, o'zida kuch-quvvat topib, o'zida harakat topa oladi. Lekin hozir sizlar bolalarni shu darajada silihga hayotga qaraydigan qilib qo'yyapsizlarki, qo'liga telefon olib beryapsizlar, u bola bilmayapti bu telefonni olish uchun sizlar qanaqa qiynaldinglar, bu telefon olish uchun boshingizdan qanaqa kunlar o'tdi, qanaqa og'ir mehnatlar qildinglar. Bolalar bu narsani qadriga yetmay qo'ydi-da aka. Misol men birinchi ishlatgan telefonim o'sha knopочный telefon bo'lardi, 11 10mida, 11 12mida adashmasam shunaqa
Даже oylab shotimizga pul tashamay yurgan kunlarimiz bo'lardi. Gudok tashirdik, kelmay yuborardik bir-birimizga. Telefon qilsa srochni ko'tarib olish kerak edi. U ham gudok tashayotgan bo'lib qolishligi mumkin edi. Shunaqa bo'lib katta bo'lib biz aka не только sentlarni, tiyinlarni qadriga yetishni o'rganganmiz-da, chunki pul topish oson emas. Hozirgi ota-onalar nima qilyapti? Pasportiga borib iPhone olib beryapti. Bolam men bu o'rtog'idan kam bo'lib qolmasin. Olib bermanglar emas, olib beringlar, lekin qaysidir yutug'i uchun olib beringlar. Qachaba bitta sportda borib bitta zo'r natija ko'rsatib kelsin, unga mukofot sifatida mana shu darajaga yetganing uchun mana bu senga mukofot. Agar sen bundan ham zo'r natijaga erishsang, Xudo xolasa bundan ham zo'r mukofot berishga harakat qilamiz desa, anu bolani o'lchovi, anu bolani tarozisi sal to'g'rilanadi-da. Qaysi sportchi deb press qilasiz, hurmat qilasiz. Men buni sportsmen deb bilaman. Bu o'zini ustida ishlagan, bu mehnat qilgan va qaysi sport turlari yoqadi sizga? Endi men sportchiman, anaqa bu yoq demayman. Endi hammasi yaxshi. Bir narsasiz bilan endi hozirgi kunda endi hammasi bilan aka-uka oshna o'ynab ketganman. Hozirgi kunda bari hamma taniydiganlar-da. Unisini u desam, unisini bu desam bo'lmaydi. Xafa bo'lib qoladi qaysi biridir deng. Самый главный sport bo'lsa bo'ldi, hammasi yaxshi. Самый главный sportsmen bo'lsa bo'ldi, hammasi yaxshi. Odam uradigan. Shu o'zingiz masalan to'g'ri hamma sport turi yaxshi, yomon sport turi o'zi yo'q. Shashka ham yaxshi sport turiga kiradi, miyani rivojlantiradi, lekin shu siz yaxshi ko'radigan imенно qaysidir sport turlari bormi? Masalan, boks, kurash. O'zingiz yaxshi ko'rgan og'izga tepib qilishdi, boshqasi ham. Dimitrov sport turi. Dimitrov eng zo'r shu men uchun jo'skiy sport, odam uradigan sport. O'zim yoqtirmasam, lekin shu baribir kickboks sport turini yaxshi ko'raman. Oyoq qo'lda yaxshi jo'skiy bo'ladi, jo'skiy bo'ladi. Siz o'sha taklif qilganimdan keyin o'sha natijalaringizga qiziqdim. Men faqat MMA juda ham ko'p sport turida O'zbekiston chempioni ekansiz. Osiyo chempioni ekansiz. O'sha har bitta sportda shug'ullanib o'sha natijaga erishganmisiz yoki bitta sport bilan shu hammasiga Dimitrov berib tashlaganmisiz? Bu Dimitrov hammasini bitta sport shu kickboksdan bo'lgan hammasi. Ba'zi kickboks, fundament kickboks. Da, ba'zi kickboks. Kickboksda yoshligimdan shu yoshlikda maktabda uni sumkasini ko'tarib pulim oldirib qo'ygan paytlarimda dadam o'sha sportga bergan shu sportdaman. Mana kickboksda. Mana suhbatimiz ham yakunlanib qoldi aka. Shu suhbatda o'sha xayrlashuv qismida oxirgi savol bilan murojaat qilamiz aka. O'sha sizga havas qilib, sizdek natijalarga erishmoqchi bo'lgan o'sha o'zingiz auditoriyangizga va endi muxlis bo'ladigan yoshlarga qanaqa maslahat berasiz aka? Endi bu yoshlarga turnirkani qattiq chiqadi, disiplina bilan qilish kerak ekan. Xudo xolasa Alloh kuch-quvvat bersa ekan, Alloh omadini bersa ekan, hammasini har xil hayb kayfiyatlarga qaramasdan bosish kerak ekan. Piarlarga qiziqmasdan tramkani bosish kerak ekan. Chista sportning disiplina bilan bosish kerak. Shunda o'ylagan anaqalarga yetadi deb o'ylayman. Har xil hayblarga qiziqmasdan chista trenovkani bosib Allohdan so'rab qilsa inshaalloh yetishadi hamma orzusiga. Okey, rahmat. Taklifimizni yo'q demasdan o'sha o'zingizni musobaqalaringiz face to face'lardan vaqt topib, vaqt ajratib kelganligingizga aka kattakon rahmat. Yana bir marta men o'sha shunaqa jamiyatga manfaat keltiradigan, o'zi yashayotgan yurtini bayrog'ini ko'tarib yurgan Bobur akadagi insonlarni o'stirayotgan ota-onalarni hammasiga rahmat aytmoqchiman. Sizlarni boringlarga shukr, sizlarga katta rahmat. Не связывайся с спортсменами, летальным может быть исход. Zamon ko'tarmaydi ukam o'zini bos, borishini qo'y kerak emas. Olimpiada oltin medal qo'yilgan maqsad, zina, etap, disiplina, rejim, надо в зале пахать, tuni kun mehnat, tegitilla rezultat. Ko'tariladi bayroq, не сомневайся, понял, это Узбекистан, это моя родина. Bu territoriyada rождаются непобежденные, noldan ko'tarilgan absolyutniy chempionlar. Yig'ishtir bu hayp
ayb masxarabozlikni. Sani qilayotgan ishing bu sport turiga kirmaydi. Etiket, kultura unutmagin hech qachon. Sani xo'roz bo'lib qichqirishing qo'shni mahallaga chon. Haqiqiy sportsmen bu millatimiz yuzi. Ota-ona va albatta vatanning faxri. Mana tanish ol bu haqiqiy chempion. Bu haqiqiy chempion, sani chempion. Uzbekistan, Uzbek.